Biron yangiliging yo'qmi? Story. And we're Boom. live. We are live. Happy birthday Jamshid. Tug'ilgan kuning bilan. Thank you. Ya'ni, tug'ilgan kun. Tug'ilgan kun sen nishonlaysanmi? Aka zo'r nishonlanmoqda bugun. Bu ishdaman. Ertalab soat 5dan turganman. Trnovka ishga kelganman ofisda. Ishdan chiqib yana ishga chiqaman. Chöp kechqurun Trnovkaga. Chöp bizada tug'ilgan kun bilasan-ku. Endi erkakni tug'ilgan kuni mana shunday o'tadi. Ya'ni, men to'g'risini aytsam, 28 ga yaqinda kiraman men ham. Tug'ilgan kun yoshligimda umuman nishonlamaganmiz. Teenager bo'lgan paytimda ham 1-2 marta qandaydir tug'ilgan kun borligini his qilganman. Kichkinaligimda tushunmasdim nimaga men tug'ilgan kunim nishonlanmaydi deb. Lekin katta bo'lib tushundimki, o'z aslida tug'ilgan kun nishonlash bu aqlsiz odamlar ishi ekan. Chunki Jamshid, bugun sen o'z qabringga bir qadam yaqin qo'yding. Ya'ni mana shu onlarda o'zingdan so'rashing kerakki, ya'ni o'limimga yana bir qadam qo'ydim. 1 yil o'tib ketdi. Nima qildim? Nimalarga erishdim? Shunaqa narsalar haqida o'ylashim. Men o'zim tug'ilgan kunimda asosan shularni qilaman, o'ylayman. Bugun kamgina qorong'ulikda boshlaymiz. Endi tug'ilgan kun qandaydir bitta milestone albatta. Lekin 18 dan keyin ayniqsa o'g'il bolalar menimcha tug'ilgan kunlari haqida muncha excited bo'lishlari shart emas deb o'ylayman. Bu men o'zim shunday. Mayli. Sen tug'ilgan kuning ekan Jamshid. Senga bitta ruboiy bor. Abdurahmon Rudakiydan. Rudakiy bobomizni o'gitlariga quloq sol. O'z nafsini mag'lub etolgan marddir. G'iybatdan uzoq ketolgan marddir. Nomard tepib o'tar yiqilganlarni, ojiz kishilar qo'lin tutolgan marddir. Ya'ni biz hozir shunday zamonda yashayapmizki, mard bu kim? Erkak kishi. Ya'ni Rudakiy bitta aytibdiki, haqiqiy erkak, ya'ni komil inson o'zi erkak kishi qanday bo'lishi kerak degan narsani Instagramda, TikTokda, kinolarda odamlar harakat qilib ko'rsatishga harakat qiladi yoki erkak bo'lishga harakat qiladi yoki men erkakman deb ko'chada gerdayib yurishga hamma harakat qiladi. Lekin qanday inson o'z aslida haqiqiy mard kishi deyapti. Rudakiy aytibdiki, o'z nafsini mag'lub eta olgan marddir. Ya'ni o'zini nafsiga qarshi bora olgan marddir. Ya'ni ko'pchilikni ko'ramiz, o'zim ham qo'shilib, ya'ni nafsimizni ustidan g'alaba qozonish ancha qiyin narsa. Qachon nafsimizni yenga olsak, demak biz erkak kishimiz, mardmiz. G'iybatdan uzoq keta olgan marddir. Bu ham ancha qiyin narsa, ya'ni bilib-bilmay g'iybat qilib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun g'iybatdan uzoq turishimiz kerak. Nomard tepib o'tar yiqilganlarni. Hayotda shuncha yashamani ko'rdimki, odamlar maza qiladi yiqilgan odam tepib o'tishga. Chunki yiqilgan odam kuchsiz hisoblanadi. Odam o'zini kuchli his qilish uchun ham boshqa erkaklar bilan tepib o'tadi. Ojiz kishilar qo'lini tutolgan marddir. Hozir ko'ramizki, hamma ojizlar ustidan hukmronlik qilishga harakat qiladi. Men erkakman deb o'ylaydi. Ya'ni ojizlarni qo'lini tutmaydi, nabarot ojizlarni ustidan o'zicha hukmronlik qilib, ojizlarni hayotini buzishga yoki o'zini ojizlardan baland tutib, ko'chada men erkakman, men o'ziga o'zi nima desam ekan, ishonchi, confidence oshadiki, chunki shu ojiz odamlarga g'am berib yuribdi. Ya'ni umuman teskarisini ko'ramiz jamiyatda. Endi mard erkaklar ham bor. Afsuski ular ojiz. Men umid qilamanki, Jamshid, sen ham mana shu Rudakiy aytgandek mard yigit bo'lib yetishgin. Xohlasan yoshsan, endi 23 ga kirding. 30 yoshgacha seni miyang shakllanadi. Harakat qilgan mana o'z nafsingni mag'lub etishga va umuman g'iybatga yaqinlashmasdan undan uzoq turishga va
yiqilgan insonlarni qo'lidan tutgin, ya'ni tepib o'tmagan. Bu eng yomon narsa va ojiz kishilarga albatta qo'lingni tutgin. O'shanda mardsan. Ya'ni san milliard dollar puling bo'lishi shart emas yoki qandaydir Lamborghinida yurishing shart emas. Qasr uying bo'lmasa ham mana shu qoidalarga Ro'daka aytgandek inson bo'lsang, men sendan umrim oxirigacha faxrlanib yashayman. Noted. Endi yosh bo'lsang shundoqda, lekin yosh bo'lgan endi turmas ekan. Bir esimda uydan ketganimga 4 yil bo'libdi-da, lekin 4 yil o'tib ketdi. Sen aytarding-ku, vau, maktab bitirgandan keyin vaqtingiz o'tib ketdi derding-ku. Men judayam tushunmasdim-da, lekin bugun o'ylab qaradim. Uydan chiqib ketganimga ham 4 yil bo'libdi. 4 yilni kelganimni eslayman, hozirni eslayman. 4 yil ichida bo'lgan nimalar. Endi momentlar bor-yu, eventlar bo'lgan, hodisalar bo'lgan-ku. Lekin ko'p to'liq 4 yilni nima qilganimni eslashga sal vaqt kerak bo'ldi. Chunki o'yladimki, qiziq narsa qilmaymiz-da, qiziq narsa yoki qiyin narsa kam qilar ekanmiz. Shunga o'yladimki, shu keyingi yillarda harakat qilaman, shu yo qiziq narsalarni hayotimda qiziq voqealarni ko'paytirishga yoki umuman qiyin narsalarni o'zimni tamom o'sha qiyin narsalarga tiqib, o'sha shu hayotda sal esda qolarli qilishga harakat qilaman. Chunki shu oxirgi o'ylab qaradim, shu Yevropada yuribman, shu oxirgi 4 yilda sanoqli narsalarda, sanoqli qiyinchiliklar yoki sanoqli qiziq bo'lgan xursandchiliklarni o'zim eslab qoldim. Buni soni men uchun kam edi, shunga harakat qilamanki, endi ko'proq hayotda o'tkazishga kerak. Nima deydi? Bu tug'ilgan kunni kutib yurish umuman qiziq bo'lmagan narsa ekan men uchun. Hozir o'ylab qaradimda. Ko'chada ham ko'raman, beklarda ham ko'raman, ko'plar tug'ilgan kunni nima qiladi, lekin tug'ilgan kunni bayram qiladiganlar ko'pincha shu qizlar bayram qiladi yoki juda yosh bolalar, maktab bolalari. Bizlarda ko'raman, 40 ga kirib, 50 ga kirib ham tug'ilgan kunni ichib, endi men ularni nima qilmoqchi emasman, lekin sen to'g'ri aytding-da, chunki har bitta tug'ilgan kun o'zi shu qabrga bitta qadam nima deydi, yaqinlashishi, nima deydi, bu to'g'ri narsa. Memento mori degani-ku oldingi epizodda. O'limni eslagan, memento mori. Ya'ni bugundan boshlab senga ko'proq o'limni eslatib turaman, sen ham ko'proq menga eslatib turgin. Memento mori va tinglovchilarimizga ham, chunki o'lim haq, undan hech qachon qutula olmaymiz. Tug'ildingmi Jamshid? Bugun tug'ilgan kuning bo'lsa, bugun tug'ildingmi? Demak, sen peshonangga o'lim hukmi yozilgan. Shuning uchun harakat qilginki, yana maslahat senga, boshqalarga ham, ya'ni qabrning ichiga nima olib ketishi mumkin odam o'zi bilan? Uy olib ketishi mumkinmi? Yo'q. Mashina olib ketishi mumkinmi? Yo'q. Status olib ketishi mumkinmi? Yo'q. Odamlarning fikrini olib ketishi mumkinmi? Yo'q. Ya'ni bugun qorong'i, ya'ni we are surrounded by darkness today a little bit. Ya'ni qabrning ichida o'zing yakka bo'lasan, xolos. Shuning uchun nima olib ketish kerak? Xuddi sen aytgandek, hozir experiences, tajribalar, ya'ni kechinmalar, ya'ni hayot nimadan iborat? Hayot experience yig'ishdan, ya'ni bir nima o'rganishdan, turli xil hissiyotlarni his qilish, ya'ni yangi joyni ko'rish, ya'ni hayotga bundan vaqtdan tezlashib ketaveradi, ko'zingni ochib yumguningcha 30 ga kirgan bo'lasan. Ayniqsa 23dan keyin, 25dan keyin o'zi 2 qadam qoladi 30 yoshga. Shunga maslahat bergan bo'lardim-ki, uncha menda juda narsalarga e'tibor berma, don't take life seriously, hayotni uncha jiddiy qabul qilma degan bo'lardim. Have fun, ya'ni mazza qilgin, harakat qilginki, ana shu busy. Hozir biz hayot haqida gaplashyapmiz-ku, hozir mana shu gapirib turgan paytimizda vaqtimiz o'tib ketadi. Hayotimiz hozir o'tib ketadi. Buni biz yaxshi o'tkazishimiz mumkin, yomon o'tkazishimiz mumkin. Shuning uchun harakat qilish kerak, ya'ni juda bandsan, tushunaman, o'qish yoki ish, ana shularning orasida haftada maybe chuyda fun moments odam o'zicha rejalashtirish kerak. O'zing yaxshi ko'rgan joylarga borish yoki o'zing yaxshi ko'rgan ishlarni qilish, ana shular ko'p pul ham ketmaydi, misol uchun.
ham oddiygina mana shu qishloqda ham qancha ko'chalar bor, man misol uchun qadam qo'ymagan ko'chalar. Ana shular joylarga Yeah, qishlog'imda ko'rmagan joylar ko'p. Misol uchun aylanay desamda, hamma aylanishim yeah, kerak, aylanishim kerak, dunyoni ko'rgim keladi. Avval qishloqni ko'rgin. Qishloqda ko'rmagan chiroyli ko'chalar borda, misol uchun, yoki yeah. Tojikistonni ko'rsa ham bo'ladi. Tojikiston ichida aylansa ham bo'ladi. Misol uchun pul ketqazmay odam ko'rishi mumkin agar chindan xohlasa. Ya'ni Instagram orqasida men kambag'alman, pul topgani yo'q, erim yoki biza kambag'al biza aylanolmaymiz, hamma aylanadi deb o'tirishdan foyda yo'q. Shuni eshikni ochib tashqariga chiqish kerak. Qaysi tomoningga qarasang tog', chiroyli manzaralar. Shulardan odam rohatlanishi kerak. Men ham senga shuni tavsiya bergan bo'lardimki, Praga katta shahar, mana Pragada san harakat qilginki, bormagan joylaringga borvo. Ya'ni hozir sana imkoniyat bor. Yoki EUdasan, European Union, ya'ni Yevropa xohlagan davlatiga borishing mumkin, misol uchun. Shundaymi? Ya'ni baribir pul ketkazasan, pulni ushlab turib bo'lmaydi. Ya'ni shu ketkazadigan pulingni, ya'ni kamroq aqlni ishlatib, ya'ni ko'p joylarga borib olsang bo'ladi. Misol uchun bir kun Pikka qaytib kelasanmi yoki boshqa EUda, ya'ni Yevropada turish imkoniyating bo'lmay qolsa, shunda afsuslanishing mumkin. Hamma Pragada shuncha yashaman, uniki nimani ko'rmaman. Misol uchun Zalsburgni ko'rmadim, Shveysariyaga bormadim misol uchun. Yeah. Ya'ni borgan, ya'ni ovqat-poqatli qimmat bo'ladigan bo'lsa, yemasang ham bo'ladi. Misol uchun fasting deydi-ku, ro'za tutgan, shunchaki suv ichib, glavniysi ko'rish, tajribalar o'tkazish, ya'ni experience qilish shu lifestyle'ni. Ya'ni har oy borib deganim yo'q. Misol uchun seasonlar bo'ladi, fasllar bor. Bahorda boradigan joy bor. Misol uchun bahorda qaysi joyga borish kerak, qishda qaysi joyga borish kerak. Ya'ni bir yilda 4 ta davlatni ko'rib kelsang bo'ladi, misol uchun. Men ham shunday maqsad qilmoqchiman. Misol uchun Qirg'iziston, O'zbekistonga borganman, lekin Qirg'izistonda ham chiroyli joylar bor ekan. Yoki Qozog'istonni qara, qancha katta yoki qancha chiroyli joylar. Hammasidan ham avval Tojikistonning ichida qancha chiroyli joylarni hozir Instagramda ham ko'rsatishyapti-da, misol uchun. Ya'ni harakat qilib ko'rishga, ya'ni o'zimni ko'rib nima qilib bahona qilmash kerak. Ya'ni hayot o'tib ketayapti, ertaga yashaymizmi, yashamaymizmi bu aniq emas. Momento mori o'zini esda tuting. Jamshid, senga savol, ya'ni gapirsa gap ko'p, ya'ni sen 23 ga kirding bugun, 18 yoshli o'zingga nima maslahatlar bergan bo'larding? Xuddi nimalar degan bo'larding? Maslahatmi, qanday gaplashgan bo'larding agar imkoniyating bo'lganda? Endi 18 yoshim hech qancha bo'lgani yo'q, bilasan. 3-4 yil, 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Mana hozirgi 23 yoshdagi o'zim 18 yoshimga aytadigan gaplarim hozir aytsam, 25-30 yoshimdagi o'zim 18 yoshimga boshqa gaplarni aytardi. Lekin men hozir aytmoqchi bo'lganim shu enjoy life, hayotda yashash kerak. Odamni yaqin atrofdagi odamlar bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerak. Shunaqa gaplar. Lekin men nima deydi, o'ylayman, shu 18 yoshimda o'yladim, nima deydi, hammasini push to the limits, you know, like, chunki biz nima deydi, ko'p narsalarni boshdan oxiriga yetkazmagan-ku biz. Shu biror narsani boshlagandan keyin oxirigacha yetkazish kerak. Shu 18 yoshda ko'pincha odam qiziqqon bo'ladi, shu ushlagan narsasini takansi bo'lishi kerak. Lekin at the same time bir vaqtni o'zida shu hamma narsani ko'rish kerak. Sen aytding-ku, shu ish yoqmasa ko'rish kerak, agar yoqmasa krossovkada listdan chiqarib tashlaysan. Mana shu narsalarda. Chunki yaqinda o'qishda bitta Kolumbiyadan men bilan o'qishda o'qirdi, birga ko'p darslarga qatnashardi. 19 yoshida, mendan 2 yosh kichkina bir edi. Kolumbiyadan Vika kirish ancha qiyin ekan, unga ham viza kerak, unga ham ancha Kolumbiyada topayotgan pullari bitlarga ancha nima bo'lmas ekanda, to'g'ri kelmas ekan. Shunday biz o'tgan prosesdan o'tib kelishar ekan. U bola 1 yil 2 yil ichida o'qidi-yu, keyin yaqinda nimasiga chaqirdi meni, uyiga chaqirdi, gaplashishimiz kerak dedi. Borsam, men nima deydi, biz endi ancha semestrlar, yillar o'qib, ancha o'rtoq bo'lib qolgandik.
Endi menga aytyaptiki, "Man endi I'm gonna take off, man ketaman" deyapti endi. Rosa u men bilan biznes Hmm. o'qiyotgandi, lekin Hmm. uni qiziqishi muzika edi. 2 yil o'qib, Hmm. o'qishni tashlab ketdi. Shu "Man Kolumbiyaga ketaman, muzika o'rganaman endi. Muzika shu men DJ-likka muzikaga qiziqaman, endi menga bo'lmas ekan bu biznes" dedi. Hmm. Shunday bo'ladi, lekin qo'rqmadi shu bola. Shuncha vaqt o'tib ketdi, uydagilar nima deydi yoki qarindoshlar nima deydi, qo'shnilar nima deydi, o'qishini tashlab keldi prosta deb narsalarni bilmayman, aytmadi menga, o'ylamadi. Hmm. Menga faqat aytgan gapi shu, menga u reja qaror qildiki, shu biznes. Biznes o'qish, business economics o'qish u uchun emas ekan. Uni qiziqishi muzika edi. Shu borib muzikani e, nima qilaman dedi, pursue qilaman dedi, orqasidan boraman dedi. Man bitta o'qisang-chi Hmm. desam, Chexiyada yo'q ekan unaqa narsalar. Shu 18-19 yoshda bu odamlar shunaqa qarorlar qilaveribdi. Shuniyam unutmaslik kerak. Lekin menda hozirgi paytda lekin afsus yo'q. Agar biror afsusim bo'lganda shuni ehm, ana shu afsusdan dars olib 18 yoshdagi o'zimga aytardim, lekin hozir данный momentda menda afsus yo'q. Man beafsus yashayman. Shunga Yaxshi. mana shuni ham nima deydi, maslahat qilib aytardimki, shu kim 18 yoshda o'zimdagi 18 yoshimda o'zimga aytardimki, harakat qilish kerak, shu beafsuslik yasash kerak. Chunki afsus bilan afsus hech qaytarib bo'lmaydi-da. Just Mhm. we need to do something, you know. Shunday. Okey, bir ikkita savollar bor sanga. Qandaydir bugun birthday special bo'lyapti. Bu yil sening uchun eng qiyin qaror nima bo'ldi? Eng qiyin qaror. Manda ko'p qarorlar bo'ladi, lekin qiyin qaror deb ayta olmayman, lekin yaxshi qaror deb Mhm. aytaman. Mhm. Ehm, Mhm. Yaxshi qaror shu, yangi ish boshlaganim, keyin ko'p odamlarni ko'rdim. Mana Kolumbiyalik o'rtog'im yoki boshqa o'rtoqlarim Mhm. o'qishdan tashlab ketishdi-da, ular bir ikkita fonlarni yig'ilib. Mani yana bitta qarorim, man tashlamayman dedim, man o'qiyman dedim. Hech kim qolmadi, Mhm. o'zim all myself. Man do konca diplom olaman, keyin tugataman. Manda boshqa manda bo'lsam boshqa variantlar ham bor-ku. Men variantlarni sal keyinroqqa surib turdim, lekin o'qishni oxirigacha o'qiyman. I'm gonna finish it. Chunki ko'p Mhm. ishlasam, hamma aytadi o'qish kerak emas, pul topish kerak, nima qilish kerak deydi, lekin bir tomonlama o'qish ham kerak, diplomni olish kerak. Chunki men uni boshladim, oxirigacha yetkazaman, keyin boshqa ishlarimni qilaman deb shuni qaror qildim. Albatta, qaroringni qo'llab-quvvatlayman va umid qilamanki, o'sha maqsadingga erishasan. Chunki men nechta biznesmenlar bilan uchrashgan bo'lsam, ya'ni sotsetida umuman boshqa gaplar aytyapti. Lekin haqiqiy biznesmenlar nimalarni ko'rsang, "Yo, menga diplom kerak" deydi. Nimaga desang, shu ya'ni san 4 yil bitta joyga har kun borgansan. Bu degani menga ya'ni shu diplomni olish uchun uyga vazifalar qilgansan. Qandaydir sani disiplina bor. Ya'ni men sani ishga olsam, sani хотя бы 1 yil yoki 2 yil mani ofisimga bemalol kelib ketaverasan degan qandaydir proof-da, ya'ni isbot. Shuning uchun albatta yaxshi biznesmenlar albatta qadrlaydi diplomni. Albatta endi Elon Musk endi umuman boshqacha odam. Endi ya'ni katta bo'lish degani bu o'zingdan kichkinalarga, ya'ni shundoq katta bo'lishing kerakki, Jamshid, ya'ni o'zingdan kichkinalarga qandaydir namuna va ularga maslahat beradigan odam ham bo'lishing kerak. Evet. Ya'ni biza katta bo'lganimiz sari kichiklar, o'zimizdan yoshlar maslahat so'rashni xohlashadi. Ya'ni o'zingdan agar kichik ukangga bittagina maslahat beradigan bo'lsang, nima degan bo'larding? Faqat bitta.
be a good person, you know, yaxshi odam bo'l. Chunki genuinely yaxshi odamlar nima edi bor ko'p, lekin nima edi yaxshi odam bo'lish juda ko'p yordam beradi. O'zingga to'g'ri bo'lasan-ku, umuman yolg'on gapirmaysan, nima edi. Umuman endi bizlarda ko'p kitoblarda ham aytadi-yu, lekin nima qilmaydi-yu, bilamiz, hammamiz bilamiz, lekin ba'zida qilamiz. Ko'pincha yolg'on gapiramiz, ko'pincha noto'g'ri ishlar qilamiz. Lekin shu yaxshi odam bo'lib to'g'ri ishni qilgan odam juda uzoqqa boradi. Chunki yolg'on gapirib yoki boshqa noto'g'ri ish qilib, bugun qilib vaziyatdan chiqib ketishi mumkin, lekin ertaga baribir shu narsaga kelib chiqadi agar o'sha noto'g'ri qilgan ishi. Shunga ichingdan nima edi to'g'ri ish qilib, to'g'ri gapirib, nima edi hammasini bor ochiq oycha qilsang, ichingdan anaqa o'zingdan yaxshi his qilasanda, ichingdan g'ulg'ula bo'lmaydi umuman. Har doim comfortable, you are free, you know, anaqa bo'laverasan. Men o'zim ham shunday nima qilaman, harakat qilaman. Endi oldinlari может yoshligimda yoki 1-2 yil oldinda может shunaqa ishlar qilgan bo'lishim mumkin, lekin undan keyin harakat qilamanki, har doim to'g'ri ishni qilishni, to'g'ri gapirishni yoki ayshanda ich-ichimdan his qilamanki, shu hech qanaqa menda anaqa pressure yo'q. Hech qayerda nima kelmaydi. Bilasanki, sen to'g'ri ishni qilgansan. Endi biz ko'pincha aytamiz-ku, biz ana savollarni o'qisak, bizning maslahatimizga quloq solmaylar deydi, chunki hamma har xil maslahat beradi. Endi meni eng yomon ko'rgan narsam bu hech nimani o'zi biror narsadan o'tmay turib, o'zi bir normal hayot yashamay turib, odamlar o'tirib maslahat berishi, nima edi, menga umuman nima qilmaydi. Shu oddiy bir o'qishga kelganda ham, oddiy bir maktabda ba'zi o'qigan odam o'qishga kelganda maslahat berib o'tiradi-da, o'zini fikrini aytib o'tiradi. Shunga biz ham ko'p aytamiz-ku, biz ham maslahatlarga ko'p quloq solmaylar deymiz, lekin o'z-o'zimizga maslahat beramiz, lekin ko'pincha biz o'zimiz bilgan sohada ko'pincha gapiramiz-ku. Shunga yosh kattalar deymiz-ku, bizda ham yosh kattalar o'zi bilmagan topiklarda gapirib o'tiradi, o'zi hech nima qilmagan, lekin fikrini bilib o'tiradi. Shu menga eng yomon nima edi, irritates me, annoys me. Mayli, bugun san tug'ilgan kuning, hamma savollarni men o'qiyman. Bizda ikkita savol bor. Birinchisi, aziz aka-uka Otaboyevlar, akam bilan munosabatim sovuq qolganday, qanday qayta yaxshilashim mumkin? Qanday yaqinlashsak bo'ladi? Rahmat oldindan. Ya'ni bizani kuzatib borarkan, ya'ni aka-uka podkastini, ya'ni aka-uka qanday munosabatlarni yana qandaydir yaxshilash, ya'ni sovuganda, ya'ni uzoqlashgan qanday qilib yana bir-biriga yaqinlashish mumkin? Nima deb o'ylaysan? Yana menga savollar bir eng qiziq joyi, qanday ular bir-biri bilan o'rtasida savollashib ketishga yo'l qo'yiladi deyman-da. Endi bir hayotda endi agar ko'p aka-ukasi, opa-singillari bo'lmasa, endi hayotda eng yaqin odamlaringdan bittasi va akang bo'ladi-da, demaydi. Men agar shu podkastda ko'p odamlar ishlaydigan bo'lsa, menda birinchi maslahat shu o'zimga emas, shu odamlarga berardim. Shu agar akang bo'lsa yoki ukang bo'lsa, connection, relationshipni eng yaqin qilgandirdim. Chunki boshqa kimga ham ishonardim? Ertaga kecha ko'rishgan o'rtog'ingami yoki kecha bilgan biror nimangami, umuman tanimagan odamlaringami, qanday eng nima edi, ich-ichingdan ishonish bu kam odamga ishonadi odam. Lekin agar aka-ukasi bilan yoki opa-singillar bilan yoki umuman eng yaqin odamlari bilan o'rtasida sog'lashib ketgan bo'lsa, unga ancha serious nima kerak, o'ylab chiqish kerak bu narsalarni. Men tinglovchimizni ham tushunaman, ya'ni hayot bu, ya'ni hamma zaynat, ya'ni band bo'lib ketamiz, o'zimiz muammolar bilan o'ralashib qolamiz va aka-ukamiz bilan gaplashishga vaqt ham bo'lmashi mumkin. Yillab gaplashmasligimiz mumkin. Bu albatta munosabatlarni uzoqlashishiga yoki sovishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardimki, ya'ni agar iloji bo'lsa podkast boshlaylar.
shu orqali bir-birlaring bilan gaplashishlaring mumkin. Ya'ni nima demoqchiman? Ya'ni podkast bu qandaydir hazil edi. Agar xohlasangiz rostdan boshlashingiz mumkin. Ya'ni harakat qilingki, ya'ni vaqt qilib akangiz yoki ukangiz sizga yozmasa ham siz unga yozing yoki uchrashing, gaplashing. Gaplashishga harakat qilish kerak. Ya'ni ikki odam gaplashib turibdi, demak munosabatlar yaqin. Ya'ni men ham tan olishimiz kerakki, Jamshid, sen bilansanchi, Pragadasanmi, qishloqdaman. Ya'ni vaqtli bo'ldiki, biz bir-birimiz bilan oylab gaplashmaganmiz. Shuning uchun ham bu podkastni boshlaganimizni ham unutmaganki, ya'ni har hafta mana o'tiramiz, bir-birimiz bilan gaplashish uchun. Chista mana shunday gaplashish uchun. Ya'ni bu podkast mashhur bo'ladimi, bo'lmaydimi, views oladimi, olmaydimi, prosmotr oladimi, olmaydimi? Podkast bu yutug'ini erishyaptiki, ya'ni aka-ukachiligimiz yanada yaqinlashadi shu tufayli. Mana shu podkastning eng asosiy maqsadi. Keyingi savol, aziz aka-uka Otaboyevlar, tug'ilgan kunimda oilamdan kutmagan e'tiborni boshidan o'qiy. Aziz aka-uka Otaboyevlar, tug'ilgan kunimda oilamdan kutganimdek e'tibor ko'rmayman, xafa bo'lishim noto'g'rimi? Yapti, rahmat oldindan. Ya'ni albatta odam tug'ilgan kunida qandaydir oilasidan qandaydir e'tibor kutadi. Ular tug'ilgan kunini eslashishini yoki qandaydir tayyorgarlik ko'rishini kutadi. Lekin hayot shunchaki odamlar даже ota-ona ham esidan chiqarib qo'yishi mumkin-da, band bo'lib. Menimcha, agar siz o'g'il bola bo'lsangiz, anonim o'g'il bolalar boshida aytganimizdek biz qanday boshladik? O'g'il bolalar, erkaklar buncha tug'ilgan kuni haqida buncha xursand bo'lib yoki qandaydir nishonlash kerak emas deb o'ylayman. Bu chista meni fikrim bilan qo'shilmasangiz ham bu yaxshi bo'lardi. Qanday qilsak bo'lar ekan? Men o'zimdagi bitta texnikam, ya'ni men odamlardan ko'p narsa kutmayman. Ya'ni kutsam, albatta ular men kutgan narsani ular qilib bera olmaydi. Men kutgandek ular bo'lisha olmaydi. Shuning uchun men boshqa odamlardan kutadigan narsalarimni pasaytiraman. Ya'ni I lower my expectations. Ya'ni shuncha hech nima kutmayman. Qandaydir narsa qilishsa xursand bo'laman. Chunki men hech nima kutmadim. Misol uchun hech bo'lmasa meni tabriklashdi biror nima bilan, xursand bo'laman. Agar ko'p narsa kutganimda quruq tabrik meni xafa qilgan bo'lardi. Ya'ni o'zimni o'zim xafa qilib yurgan bo'lardim. Shuning uchun chunki men hozir necha yoshdaligingizni bilmayman. Men qariyomanmi? Ya'ni odamlardan, dachi hayotdan ham ko'p narsa kutmaydigan bo'lib qolganman. O'zim biror narsani xohlasam, o'zim erishishga harakat qilaman. Shu. Sani nima deganim bo'lardi, Jamshid? Manda ham bugun danam eslanishib qoldida, men bu narsalarni hayolimga kelgan yo'q lekin. Hozir manda ham shu kutish darajasi kamroq manda ham ekan. Kutmayman, chunki manda ham oldin bo'lardi-yu, maktab paytlarimda yoki nimalarda. Chunki oldinlari aytib yurardim-da, kambaga eslatib yurardim. Hozir bu paytlar umuman hech kim gapirishgan nimasi yo'q. Qizig'i o'zi qolmayapti-da. Nima, menimcha o'zi almashish paytidami biza deyman. Chunki hozir oldingi paytlarda shu qiziqardi-ku, yosh bo'lgan paytimizda o'zimda ko'raman-da. Maktab paytlarida 18-19 yoshlarda o'zi ko'plarga ota-onamga yoki nimalarga ko'p eslatardim. Shu 10 kun qoldi, 5 kun qoldi, bir hafta qoldi. Keyin shu kuni biror nima yosh bo'lgandasan. Hozir endi mendan hozir o'zgarish paytida, hozir umuman eslatish, odamlarni eslashni ham yoki bilishni ham menga qiziq bo'lmay qoldi. Lekin meni hozirgi xohlagan narsam nabrot. Ulardan biror nima kutishmasin, nabrot o'zim biror nima bersam shu kunimda. Misol tug'ilgan kunimda ismon bersam, biror nima kutmayman ulardan, nabrot o'zim biror nima bersam ularga. Qanday nimaga o'tdim hozir ekan. Bo'sha bizning tinglovchimizda shu narsa kechayegondir, bo'sha bilmadim, lekin uni o'ylab chiqsa, nimasi chiqadi yana. Albatta chiqadi.
Ha, ya'ni meni ham bitta odatimni aytdik. Mana harakat qilaman tug'ilgan kunimda biron nima berishga, biron kimga sadaqa berishmi yoki biron kimga qandaydir yordam berish yoki harakat qilaman yaxshilik ko'proq qilishga tug'ilgan kunimda. Chunki men boshida aytganimdek, ya'ni o'limga qarab qadam qo'yib boramiz har soniya, har kun. Ya'ni tug'ilgan kunimda qandaydir ko'proq eslayman o'limni. Shuning uchun shuncha yashadim, yaxshilik qildimmi, biron kimga foydam tegyaptimi deb ko'p o'ylab boraman. O'sha paytda keyin ko'proq yaxshilik qilgan, o'zimdan bir yaxshi narsa qoldirishga nima qilaman. Ha, ha, biror men boshqalarga sovg'a beraman. O'sha kuni harakat qilib, ya'ni hammaga emas, bir ikkita, ya'ni shu rostdan ham kerak bo'lgan odamga qiziq narsa aytding san ham. Ya'ni bizani odatlarimiz umuman boshqacha ekan, boshqa odamlarning odatlaridan. Biza bu podkast bilan, ya'ni tug'ilgan kun nishonlamayman demoqchi emasmiz. Albatta bu sizni qaroringiz, sizni xursandchilik qilishga hammaning haqqi bor va harakat qiling, tug'ilgan kuningizda ham xursandchilik qiling va boshqa kunlarda ham har soniya, Yeah. har daqiqani yaxshi o'tkazing. Yana takror aytamiz, bizani maslahatlarga quloq solmanglar. Bizani yashash tarzimizni, ya biz shunday bo'lamiz, shunday qaror Chunki qilamiz. chunki kecha o'ylab qoldimda, ertaga man tug'ilgan kuni harakat qilib bahsur o'tishim kerak, stanoka qilish kerak, ko'proq pul topish kerak yoki biron nimalar qilishim kerak deb o'ylab qoldim. Lekin undan keyin yana o'ylab qoldimki, nimaga shu narsalarni har kun qilmayman? Nimaga aynan shu tug'ilgan kunni kutishim kerak shu narsalarni qilish uchun? Ko'p narsalarda, misol yoki yaqin qarindoshlarim bilan yoki ota-ona bilan shu shu muloqotni qilish uchun nimaga tug'ilgan kunni kutishim kerak yoki shu restoranga kirish uchun nimaga tug'ilgan kunimni kutishim kerak? Shu boshqa kuni ham kirsam bo'larku yoki shu odatlarimni nimaga aynan shu tug'ilgan kuni boshqaroq special qilishim kerak? Har kuni shunday qilsam bo'ladi-ku, to'g'rimi? Misol ertalab nimagadir shu kunni juda special o'tkazmoqchi bo'laman-da, harakat qilib o'zimda shu kanalda o'ylayman. Lekin shu kecha o'zimga savol berib qoldim-da. Shu special kunni yozib qo'yay, shu planni, keyin uni 1 yil davomida qilaydi. 1 yil davomida shuni bo'lni takrorlab boray. Shu special kun. Qanday bo'ladi? Keyin keyin har kun special bo'ladi. Keyin har kun tug'ilgan kun bo'ladi. Shu every day is birthday. Endi biz insonmiz, ojiz bandamiz va esimizdan chiqadi. Ha, mayli. Qo'g'lakandos futbol klubdan yangiliklar eshitishga tayyormisan? Axir o'yinlaring bo'ldimi? Damdan chiqdinglarmi? Ikkinchi davra уже boshlandi. Tojikiston 2-ligasida, Sug'd mintaqasida Qo'g'lakandos futbol klubi hozir 3-o'rinda turibmiz. Birinchi, ikkinchi o'rin bilan ham bir xil ochkoda, biz 31 ochkoda. Birinchi o'rinda Istiqlol, ikkinchi o'rinda Mehrobod. Mehrobod ham shu Jabor Rasulovni Praltarniy komandasi. Jabor Rasulov nohiyasida ham ikkita komanda bor. Kecha dahshat bo'ldi, dahshat o'yin bo'ldi, bomba o'yin bo'ldi. 12-1 yutdik. Ya'ni bu shunchaki komanda emas Guliston, ya'ni o'tgan yildan qolgan juda katta alamimiz bor edi Gulistonga qarshi. Ya'ni kichik hisobdagi g'alaba bizani qoniqtirmasdi yoki boshqa klubni ustidan 12-1 yutganimizda ham bu darajada biza xursand his qilmasdik, chunki mana shu Guliston klubidan qandaydir alamimiz bor edi. Ya'ni bu uzoq hikoya, uni aytib o'tirishga vaqt yo'q. Ya'ni shu klubni ustidan 12-1 natijasida juda katta hisob bilan yutdik. Men stadionda o'zim o'tirdim va o'yinga qaraymanki, atrofimda meni eng katta xursand qilgani albatta o'yin xursand qildi, lekin yosh bolachalar o'tiribdi. Hammasi ular juda xursand. Ularning xursandchiligi har bitta golni ko'rib sakrashlari, g'ulakandoz, g'ulakandoz deb baqirishlari yoki o'yinni o'zlaricha sharhlashlari, gol urolmadi, urdi deb qandaydir havas bilan, ya'ni vaqtlari juda chog' edi. Juda xursand edi. Shu menga juda xursandchiligimga xursandchilik qo'shdi deb ayta olaman. Ya'ni yosh bolalarning reaksiyasi. Ko'p yosh bolalar shular ham nimaga shu futbol akademiyasiga borib, Qo'lakandoz bilan trenirovka qilishadi. Gol urganlar Muhriddin Muiddinov 5 ta gol urgan, Shahzod Nurmatov
1 2 3 4 5 u ham 5 ta gol urgan. Islom Usmonov ham bitta gol urgan. Ya'ni 5 tadan, 4 tadan, bittadan gol urish aytibdi. Ya'ni hujum qiladi, gol bo'ladi. O'zi aslida biza bitta gol o'tkazib yubormasligimiz kerak edi. Ya'ni uzoqdan tepdi. Ya'ni bizani vartaga kelisha olmagandan keyin vartamiz zerikib qoldimi, qandaydir xayoli chalg'iganmi? Ya'ni uzoqdan tepsa qandaydir kirib ketdi. Ha 12-1 yomon emas, ya'ni 11 gol. Ya'ni bu degani har bitta o'yinchiga bittadan gol. Ya'ni 12 bitta murabbiyning shotiga ham bitta gol desak ham bo'laveradi. Gulistonda Jamshid- Mehroboddirina. Yo, Guliston Mehrobod emas. Mehrobod bu Jabor Rasulovda ikkita klub bor. Mehrobod bilan biza Guliston bilmagan qaysini o'ynaganligi. Ya'ni alamimizni oldi ulardan qarshi. Hozir 3-o'rinda turibmiz, 31 ochko. To'plar nisbati ko'p Mehroboddan, lekin Mehrobod bizani yutgani uchun 2da turibdi. Maqsad nima Jamshid? Maqsad birinchi ligaga o'tish, ya'ni oliy buyuk maqsadimiz bor, birinchi ligaga o'tish. Agar mana shu ikkinchi ligada birinchi, ikkinchi o'rinni olsak, Dushanbaga boramiz. Dushanbaga borib bitta saralash bo'ladi. Saralashda ham yutsak, keyin birinchi ligaga o'tamiz. Bilasan, birinchi ligada ya'ni yana muxlislar oshadi, komandalar kattalashadi, kattalashgandan keyin pul ham oshadi, ya'ni katta pul, ya'ni ko'proq muxlislar, ya'ni bu albatta g'olakandozni rivojlanishiga ham katta plus bo'ladi. Keyin futbolchilarga ham motivatsiya bo'ladi. Birinchi ligadan keyin albatta maqsad Oliy liga bo'ladi. Oliy ligaga chiqsang, bilasanmi, tasavvur qilgan mana shu g'olakandoz stadioni mana zo'r bo'lib ketsa, OFKda o'ynasa misol uchun yana orzu qilishni boshladim. Ya'ni OFKda o'ynasa, mana shu g'olakandozga Al Nasr kelib o'ynashi mumkin. Ya'ni boshqa katta klublar. Shuning uchun maqsad katta, futbolchilar harakat qilyapti, murabbiylar. Mana klub prezidenti Firdavs ham mana hamma harakatda. Nima qilardik? Ya'ni o'zimizni qishlog'imiz qo'llab-quvvatlaymiz bularni. Shunday. Mana shu xursand qilgani yosh bolalarning xursandligi. Ya'ni qanaydir futbol shukuhini olib kelyapti. Shu futbol shukuhida, xursandchilikda yosh bolalar katta bo'lishyapti. Sanda nima yangilik bor? Ya, menda o'tgan safar oldingi podkastda aytding, shu stadionga ko'p borasan-ku, trenoka qilgani, yurgani. Men ham outdoor gymga ko'p qiziqaman. Shu turnir kurslar bor joyga ko'proq boraman-da. Lekin o'tgan safar shu dushanba kuni lokatsiyani o'zgartirdim. Har daf'a boradigan joyim bo'lsa, boshqa joyga bordim. Unda sal nima edi, unaqa stadion emas, futbol o'ynaydigan joylari, nimalari, basketbol o'ynaydigan joylari bor ekan. Keyin sen aytding-ku, nimaga o'sha yerda o'ynaydigan bolalarga qo'shilib o'ynayman deding-ku. Keyin qarasam chexlar bor ekan, yig'ilib har dushanba, chorshanba kunlari o'ynashar ekanda. Shularga qo'shilib o'ynadim. Normalniy trenoka qilib turdim, o'sha yerda turnir bruslar, keyin ular kelib o'ynashdi, shularga qo'shilib o'ynadim. Hozir 2 kun bo'ldi, hali ham oyog'ida nimalarda, chunki ancha ramriq o'ynamagandim. Ancha ramriqcha yugurmagandim. Hali ham oyog'ida nimalarda og'riqlar bor. Keyin aytdimki, chexlar bilan o'ynasham sal qiziqroq ekan. Shu ikkita so'zni eshitasan-da, "Kamo, Tivola" deydi, tamom. Boshqa so'z yo'q. Keyin menga atmosferasi ham yaxshi yoqdi, lekin o'sha bizlarga o'xshagan joyi yo'q, lekin faqat kattaroqda, bitta faqat futbolni, basketbolni, keyin tennislar, qolgan odam qolgan ishni qilsa bo'ladi. Lekin menda ko'proq futbol qiziqtirdi. Lekin bitta basketbol o'ynaydigan, stol tennis o'ynaydigan bolalar ham bor edi. Lekin men ko'proq futbol qiziqqaniga ham ko'proq odam biladi-ku. 6-6 o'ynadik. Mana bo'ldi. Zo'r, xursandman. Ya'ni bu hikoya meni ham bir esimga soldi. Amerikanistlar bilan bitta fransuz bilan futbol o'ynaganim esimga tushib ketdi. Ya'ni bitta Kristian bala bor edi, u amerikalik, keyin shu bitta boshqa amerikaliklar yig'ildi, keyin o'zbeklar ham bu, men bu o'ynadik. Men fransuz bala meni komandamda edi.
yomon zo'r o'ynar ekan, juda yaxshi o'ynar ekan. Ya'ni bilasan fransuzlar, fransuz futboli hozir qaysi darajada. Maza qiluvdim mana shunda ham. Qoluvdik, lekin juda yaxshi o'yin ko'rsatuvdik. Fransuz balani paslari yoki nimalari. Sen aytganda biz ham balaga o'xshab baqir-chaqir qilmaydi-yu. Zo'r o'ynadik. Hozir shu esimga tushib ketdi. Maza qiluvdim. Ya'ni amerikanistlar rosa unga gapiruvdi fransuz bolaga, san baribir qoningda fransuz qoni borda, san zo'r o'ynaysan deb rosa gapiruvdi unga. Zo'r futbol o'ynab turish kerak. lekin aytdiki Yevropadagi bolalarni eng katta nimasi bular oddiy bir hayotda nima deydi competitionga qiziqmaydi bular kompetitiv emas ular tushunsanmi umuman ularga biza misol shu kuni shu yerda umuman hech kim hisoblamadik nima deydi lekin san kompetitiv bo'lishni xohlasang ko'plari seni yoqtirmay ham qoladi nimagadir competitionni ko'plari yoqtirmaydi bilmayman nimaga agar sen kompetitiv bo'lishni xohlasang sani nitoq qarashadi lekin man juda ichimdan kompetitiv bo'laman o'sha nimayda manga ana shu narsalar misol ana Joe Rogan aytadiku nima jujitsuga borsa no I'm taking you down bitch deb bir-birlarini nima qilishadiku ana shu narsa menga yoqadi haqiqatda ham lekin u narsani bitta ko'p bolalarga ko'p nimalarga aytsa ham yoqmaydi ana shu narsani to'g'ri ular to'yib katta bo'lganda biza och biza shuning uchun hamda ular mehrga to'yib katta bo'lgan shuning uchun ham ya'ni ular ham competition ya'ni nimadirda raqobatchilik ko'rsatadi yo'q kam ya'ni hazillashib man ham ular bilan o'ynab ko'rganman biza trash talk yoki nimalar qiladi come on biz yutamiz undoq qilamiz deydiyu lekin hazillashyapti u chin dildan nima qilgani yo'q misol uchun yutqazsa ham ha bo'ldi bitta o'yin-ku bu bizada nimadirda nima desam ekan borini berib yutaman deb so'kinib nimalar yo'q ya'ni ancha og'ir bosiq odamlar ancha og'ir bosiq Asha atmosfera menga yoqadi yoki men u odamlarni olib bitta ko'pini topmadim lekin menga ham asha atmosfera yoqadi shu kompetitiv lekin shu hazil bilan misol nima joke lekin kompetitiv asha bir-birini agar yutqizib olsam ustidan kulasan keyin u seni yutadi jim turasan asha fun asha narsa qiziq lekin uni odamlarni topish ham sal lekin qiyinroq ekan chunki ko'plar ko'proq kiradi ko'tarolmaydi ko'plariga yoqmaydi shunga asha atmosferani bildimki shu menga haqiqatda yoqar ekan shu narsa yana bir gap o'z aslida podkastni boshida aytmoqchi edim bitta maqol yaqinda eshitib qoldim kallamda aylanyapti ya'ni afrikani bir maqol ekan ya'ni yosh yigit sher ovlagani ma'qul ya'ni sherni ovlasa uni kambag'alligi tugaydi agar uni sher yesa uni kambag'alligi tugaydi juda mani yuragimga juda yaqin maqol bo'lib chiqyapti ya'ni kambag'alchilik bu pul yo'qligi kambag'allik uncha it's not fun ya'ni bu uncha qiziq insoniy experience emas ya'ni experience tajriba emas boshdan o'tkazish shuning uchun senga shuni aytgan bo'lardim hozir senda kuch bor sog'liq bor ya'ni harakat qilgin ya'ni baribir shu hayotni yashayapsan bir nimaga erishishga harakat qilgin ya'ni men boylik deganda juda ko'p pul aytganim yo'q ya'ni boylikka harakat qilishimiz kerak qaysi tomondan ya'ni ma'naviy boylik ma'naviy boylik kelsa finansiy boylik ham kelishi kerak ya'ni yana bitta aqlli gap bor ya'ni bir mashhur biznesmen Naval Ravikant ham aytuvdi ya'ni sen rostdan ham shu darajada aqlli ekansan sen nimaga hali boy emassan degan gapi bor if you are smart enough why you are not so rich shuning uchun ko'proq action ya'ni harakat qilish kerak ya'ni ma'naviy ruhiy finansiy hammasiga harakat qilish kerak vaqting ko'p sanda lekin shu bilan birgalikda vaqting ham kam ma'naviy ishlagan deyapman ya'ni o'qiyapsan ya'ni ruhiy ham harakat qilish kerak hozir sen qaror qabul qilishing kerak sani yoshingdagilar san xudoga ishonasanmi ishonmaysanmi ana shuni sekin o'ylab mani yoshimga yetganingda уже san
xudo bormi yo'qmi yoki xudoga ishonaman ishonmayman degan narsa bo'lmashi kerak. Bittasini tanlagan. Umid qilamanki xudoga ishonasan, shu yo'ldan e'tiqodli bo'lasan. Shuni hozir nimadirda topib olishing kerak shu yo'lni. Chunki hayoting hozir miyang to'liq shakllangan yo'q. To'liq shakllangandan keyin qotib qoladi deydi-ku miyasi. Yoki hayot ham to'lib ketadi ko'p narsalarga. Shunda qiyin bo'ladi. Shuning uchun e'tiqod, ya'ni bitta qadam qo'ygan, ana nimadirda ruhiy journey, like journey of meaning deydi-ku, journey, spiritual journey. Ana shunga sekin-sekin qadam qo'yib, umid qilamanki, mani yoshimga yetgunimcha sani hech qanday shubhalar qolmaydi va qandaydir o'zingga fundament qurib olishing kerak. Ya'ni xursandchilik kuning bo'lsa nima qilasan? Ya'ni klubga yugurasanmi yoki sani yaratganning oldigami? Xafa bo'lsang klubga yugurasanmi, barga yugurasanmi yoki sani egangning oldigami? Shu narsalar haqida o'ylab ko'rgin. Shu meni oxirgi maslahatim bo'ladi senga katta aka sifatida. Va tinglovchilar, bugungi epizodimiz, bugungi maxsus Jamshidning tug'ilgan kuni epizodi siz kutgandek boshqa podkastlardek birthday special bo'lmagandir, lekin chindan ham bugun yuragimda bor gaplarni aytmoqchi bo'lgan gaplarimni Jamshidga aytmoqchi bo'ldim. Juda ko'p xursandchilik ham bo'lmadi va haqiqatlar aytildi va kamgina achchiq epizod bo'ldi desam ham bo'ladi, chunki ko'p qora narsalar haqida gaplashdik. Haqiqatlar, achchiq narsalar, ya'ni o'lim. O'limni esdan chiqarmang, memento mori. Va savollaringiz bo'lsa bemalol bizga yozishingiz mumkin kommentda yoki email qo'yaman. Ana shu emaildan yuborishingiz mumkin. Mana Instagram bilsangiz Instagramga hammasiga link qo'yamiz. Sog' bo'linglar. Bye. You just stop recording. Yeah, I stopped recording. Yana nima gap? Qolgan hammasi tinchmi?